kimdir 12 milyon, kimdir 18 milyon, kimdir 28 milyon, 38 milyon, 42 milyon mu, 46 milyongacha to'layotganlar bor lekin. Assalomu alaykum Vayl klub a'zolari. Assalomu alaykum barchaga. Assalomu alaykum barchaga. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda asosiy mavzu bo'lib turgan, dolzarb mavzu bo'lib turgan energiya tejamkorlik yoki izolyatsiya mavzusi juda ham ko'p yoritilayotganda biz o'zimiz uchun Amirsoydagi joylashgan Zafar og'a brendi ostida faoliyat yuritadigan Zafar yo'ldosh obyektidamiz. Zafar og'a obyekti to'g'risida ozgina bir ta'rif bersangiz. Binomiz Amirsoy hududida joylashgan, dam olish zonasida joylashgan. Hududda bu 6-kottej hisoblanadi. Biz prorabimiz bilan Azam aka birgalikda shu binoni maslahatlashib qilganmiz. Har doim aytamiz, isitishdan ko'ra berilgan issiqlikni ushlab qolish muhim deyiladi. Ya'ni u nimada isitiladi farqi yo'q. Bu ko'mirda bo'ladimi, gazda bo'ladimi yoki elektr tarmoq orqali bo'ladimi yoki teplovoy nasos bo'ladimi, berilgan issiqlikni ushlab qolish muhim. Shuni biz boshidan prorablarimiz bilan Azam aka bilan birgalikda uy egalariga ham shu narsani tushuntirganmiz, bir hisobdan ular qo'llab-quvvatlagan. Mana shu natijasini ko'rib turibmizki, bizda sarf xarajat juda ham minimal darajada ko'rsatadi. Buni muhokama ijtimoiy tarmoqlarda aytganingizdek juda ko'plab muhokamalar bo'lyapti. Gazli isitda qanaqa, ko'mirda qanaqa, to'qda qanaqa. Agar tepli izolyatsiya mahsulot bilan qoplangan bo'lsa, o'sha berilgan natijaga erishsa bo'lar ekan. Bizda hozir umumiy qiymatsizda bor, ya'ni qancha har oyga to'lovlar. Hozir obyektimiz avvalambor necha kvadrat bo'ldi? 520 kvadrat. 520 kvadrat. 570. Endi anu 60 kvadratida почти отопление yo'q hisobida. Shunaqa. Terasa hisobida 520 отопление qilingan. Topli pol qilingan, hammasi penaltilar. Radiator bor, napolni konvektorlar bor. Barchasi xona termostatı bilan o'chib yonib ishlashga mo'ljallangan. Boshqariladi. Va har bitta quvurimiz ko'rayotganingizdek izolyatsiya bilan, ya'ni isitish qozonidan boshlab o'sha oxirgi xonaga borguncha har bittasi qoplam bilan, ya'ni tepli izolyatsiyani qoplam bilan qoplangan. Va isitish moslamalari to'g'risida gapirsangiz. Isitish moslamasi bizda umumiy batareyamiz 45 kilovatlar atrofida edi. Biz o'shanga 28 kilovatli elektrik, ya'ni tok orqali isitilgan isitish qozonidan foydalanganmiz. Bittasi deyarli zaxira hisobida bizda. Asosan ikkitasi ishlaydi, uni ham bittasi boilerga, ya'ni kaskadli boiler qilganmiz. Bizda 300 litrli mana refleks boilerimiz bor. Bu hozir bizda isitish, ya'ni binoni isitishda ham ikkalasi ham foydalanyapmiz va o'sha boilerni issiq suv bilan ta'minotida ham prioritet berilgan. Prioritet boiler. Hisob-kitoblarga keladigan bo'lsak, 11-dekabr bizlarga bergan elektr energiya energetikni bergani bo'yicha Muhsinxo'ja akamiz elektr energetikamiz bu yerdagi noyabr oyi uchun 6 million 480 ming so'm pul to'laganmiz. Dekabr oyi uchun 5 million 600 qancha. Noyabrda bunaqa bo'lish sabab hali tugallamagandi. Bino ochiq eshiklar ko'p ochilib yopilishi boshqa. Chunki filtratsiya kuchli bo'lgan, tepal batarey ko'p bo'lgan. Derazalar ochiq turadi, chang bo'ladi, boshqa bo'ladi. Yanvar oyidan shu 6 million qancha? Asosiy sovuq bo'lgan payt. Endi bu keyin bir yetib ketishimizga bu shahar emas, tog'li hudud. Tog'li hududda o'zingizlar bilasizlar, Toshkentga nisbatan ancha sovuq bo'ladi. Azam aka, atrofingizga qo'shnilar qilingan, mana siz shu joyda turib o'zingiz bilasiz. Hammani qilingan rasxodlari deymizmi, o'sha energiyaga qilingan taqqoslaganda, mana bizga energetik o'sha yerdagi hamma prorablarga pul to'lash uchun hammaga ochiq ko'rinadi. Guruhda tashakkallangan. Kimdir 12 milyon, kimdir 18 milyon, kimdir 28 milyon, 38 milyon, 42 milyonmi, 46 milyongacha to'layotganlar bor lekin. O'lcham jihatdan deyarli bir xil. Bu yerdagi kottejlarimiz ob'yemi hammasi bir xil. Endi anu santexniklarning ishlash uslubi har xil. Yana anu gruppa безопасности, nima deydi santexniklarning tilida yoqib o'chirish kerak. Avtomatik. Yana shu mavzuga qaytamiz. Asosiy mavzu baribir izolyatsiya qilish, issiqlikni saqlab qolish birinchisi va o'sha issiqlikni boshqarish. Avtomatizatsiya. Hozirgi holatimiz Zafar og'a avtomatizatsiya qilmagansiz, chunki 1 yil avtomatizatsiyasiz 1 yil hozir bir mavsum oddiy holatda ishladi, lekin bizda baribir xona termostatlar orqali o'chib yonyapti. Endi katyollarni ham kaskadni boshqarish va o'sha avtomatizatsiya qilish uchun bizda mana maxsus simlar tashab ketilgan har bittasiga. Endi keyin bu mavsumga iloji bo'lsa hammasini ishlatib, buni ham bitta yoritib beramiz. Va albatta avtomatizatsiya qilinadigan bo'lsa, bu yana bu ko'rsatkich yana ham tejamkor bo'ladi. Tushuntirib berdilar hozir Rustam aka bilan achiragalar. Xudo xolasa, keyin qishga qarab, uni qish kelishidan oldin o'shalarning hammasini o'rnatib, Zafar aka telefonlarimizga o'rnatib qo'ysak, bu yerga chiqishdan oldin achiraga aytganidek, uy egasimi yo sizmi bittamizga aytsa, bo'lib qo'shib. Masofaviy boshqasi bo'ladi. 4-5 kishigacha ulanib, shu holatni ko'rib kuzatib tursa bo'ladi. Qanaqa bo'ldi? Bunga masalan servisni ulab qo'yish mumkin, servis xodimini. Qishda harakatni yozda qilib bekorga aytmagan ota-bobolarimiz, shuning uchun mana hozir biz kelishimizdan maqsad yoz 2-kun, bugun 2-iyun 25-yil, xudo xolasa va avtomatizatsiya qilganimizdan keyin endi biz haftalikdan keyin yana har bir kunimizni 12 soat, временной okna deyiladi, 12 soat, har 2 soatdan boshqarishimiz mumkin. Bu yana ham katta tejashga olib keladi. Kuch birlikda, shuning uchun barcha mutaxassislar birlashib bu narsani hal qiladigan bo'lsa, bu tejamkorlik faqat santexnikaga yoki uy egasiga bog'liq emas. Bu ko'plab omillarga, ya'ni shularga amal qilgan holatda erishiladi.
Va albatta eng yutug'i bu mijoz uchun bo'ladi. To'g'ri. Usta masalan prorabya usta yoki magazinchi bu narsani sotadi, usta ishlab pulini olib ketaveradi, lekin doimiy ravishda o'sha to'lovdan, kommunal to'lovidan iste'molchi bunga yengillik bo'lishi uchun bu narsa bittada tushuntirib, shunga amal qilish kerak. Tushuntirishni to'g'ri yetkazib bersak egalariga, aslida bu mijozni yutug'i hammasi. Shunaqa, to'g'ri. Hammasi mijoz uchun. Va ustalar uchun yana aytib ketadigan joyimiz bor. O'zingiz ustida ustinglar ishlanglar, o'qinglar avtomatizatsiyani, boshqaruvini. Xudo xolisa yana ham bo'lsa ishlanglarni rivoji shunga bog'liq. Tejamkorlik keladi baribir. Boz davr talab bo'lib qoldi. O'tgan yildan beri noyabr oylarida uy egalari ko'chib keldi, mazza qilib yashaydilar. Nimalarni kuzatib bordik, to'lovlarini oshib ketmadi. Hammasi chiroyli, rahmat. Jafar akalarga shuncha qilib berdilar. Ishlar ham chiroyli chiqdi, servislar ham yaxshi, kotellar ham zo'r ishlab turibdi. Yaxshilikka xizmat qilsin. Rahmat.